siz Dubaydagi ko'chmas mulk bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lishidan tashqari yana sportga ham katta yutuqlaringiz bor ekan, sportchi ekansiz. Qanaqasi ikkalasini olib ketyapsiz? Aka, sport asli meni hayotimda katta rol o'ynaydi. Sportga men 2 yoshimda kirib kelganman. O'shandan beri sport to'xtatmayman. Asli sport bu sog'lom bo'lishdan, chiroyli ko'rinishdan tashqari ko'p narsani odamga o'rgatadi. Undan bittasi bu disiplina. Ya'ni boy ko'rinish bor, boy bo'lish bor, lekin haqiqiy sportivniy sog'lom bo'lish uchun mehnat qilish kerak. Haqiqatdan sportivniy ko'ringan, sportivniy sog'lom bo'lgan odam, demak haqiqatdan bu odam mehnat qildi deb uverni eta olasiz. Uni pulga sotib ola olmaysiz-da. Bunga vaqt ajratish kerak. Ana krovyu, potim, временем deydi-yu, o'sha sportni o'sha qilib erishasiz bu narsalarga. Sport menda o'sha asosiy disiplinani menda o'rgatgani sababli men sportga qattiq qarayman. Даже men sizga bundan oldin aytdim, что safarlarim ko'p bo'ladi. Masalan, yanvar oyida 18 ta periodim bo'lgan, lekin o'shanda ham sport qoldirmaslikka harakat qilaman. Odatda atel yoki Idishimiz tanlayotganda albatta qarayman, u yoqda sport zal bormi, sharoiti bormi, minimum basseyni bo'lishi kerak, чтобы men o'sha kulli normani bajarib olishim uchun. Bu narsani fokus ushlashda, disiplinirованный bo'lishda ancha rol o'ynaydi. Orada yana janglagan borasiz, to'g'rimi? Musobaqalarda ishtirok etasiz. Albatta, men masalan olgan barcha meni knowledge deydi, bilimlarimni praktikada ishlatib turish uchun ham professional darajada ham qatnashib turaman. Dubayda Burj Khalifada birinchi o'tkazilgan boks oqshomida ham qatnashganman. Qoyil lekin.